Assalomu alaykum, mening ismim Begzod. Bugun sizlar mening kanalimda sizlar bugun biz Xarkovda yashab qolishga harakat qildik. Mana biz mana shu yerda spawn bo'ldik. Birinchi navbatda biz qishloq topishimiz kerak. Hech narsa hozircha olmay turamiz. Birinchi nimaga desa qishloqni topib olaylik. Minecraft ovozi juda ham baland. Mening kanalimga obuna bo'ling. Mana shu o'tib olamiz. Juda ham tezroq topsak bo'ladi qishloq. Bu yer bo'lmaydi. Vaqtiga qaytaman. Juda ham tez topaman degan umiddaman. Biz yerda yashab qolishimiz kerak. Ferma ham quramiz. Nima desa fermasi yashab bo'lmaydi. Bu yerda shakar qamishlar bor ekan, bularni olib keta qolaman. Qancha kun bo'lsa ham yashab qolish kerak. Bu yoqqa bormoqchi. Sizlarga qishloq topganimdan xabar beraman. Hozircha xayr. Mana qishloq topmadik-ku, ne topdik? Buzilgan portal. Bularni ola qolaman, mayli hech qisi yo'q. Buni ham. Hozir biza shunaqa qilib portal qurib olsammikin? Qanday qilib buni shu yerda yo'q, esimda yo'q. Umuman olganda ko'pincha buzilgan portallar yonida ne bo'lishi kerak edi? Men shunaqa deb o'yladim. Ko'pincha o'zi shunaqa bo'ladi menda. Ko'pincha buzilgan portal tomi. Shuning yonida doimiy qishloqlar bo'ladigan edi. Hozir ko'rmayapman. Yoki teparoqqa chiqib ko'rsam. Mayli, hozir temir ko'rib qoldim, shuni qozib iloj olmoqchiman. Shuning uchun daraxt chopyapman. On ikkita bo'lib qoladi. Bo'ladimi edi? Olma tushibdi. Mana ko'rgan temirim. Barsin mana shunaqa. Endi bu yerdan versak bitta.
yoqqa olamiz. Mana bu yerga qo'yib, buni yasab, buni olib 3 ta tosh qaziymiz. Endi bitta, ikkita tushdi. Mana bu yerda g'or bor ekan. O'lib qoldik. Hech qisi yo'q endi. Men mana shuni qo'yganman. Endi qayerda o'lgan ekan? Bilmayman o'zim ham. Ketib qoldi. Do'stlar, men bu haqda sizlarga aytmasam, qishloqdaman deb ko'p vaqt o'tkazgandim. 15 kun o'tkazgandim. Shunda ham topolmay. Endi iltimos kanalga obuna bo'ling. Biz 15-16 kuncha yashab qoldik. Iltimos obuna bo'ling. Biz 200 dagi erishimizga oz qoldi. Erishsak, juda ham menga quvonch bag'ishlagan bo'lasiz. Iltimos obuna bo'lib qo'ysangiz, ko'p videolar chiqaraman. Bugun ham bundan oldin bitta video chiqargan edim. Hamma salomat bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Xayr.